Uy sharoitida DTSP bolalarga ko'pchilik ota-onalar qanaqa mashg'ulot qildirishni bilishmaydi. Bu borada men sizga yordam beraman. Assalomu alaykum. Mening ismim Saidazam. 5 yildan buyon bolalarni davolab kelaman. Reabilitolog, LFK instruktoriman. Uy sharoitida qanaqa mashg'ulotlar qildirsa bo'ladi, qanaqa rezultatlar beradi, shu haqida bugun gaplashamiz. Agar o'zingiz DTSP farzandingiz yoki hali ham farzandingiz 1,5 yoshdan oshgan bo'lsa, yurmayotgan bo'lsa, uy sharoitida har kuni mashg'ulot qildiradigan bo'lsangiz, farzandingizni yurishiga, emeklashiga, o'tirishiga, hattoki boshini tutmagan bo'lsa, boshini tutishga ham uy sharoitida mashg'ulotlar yordam beradi. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Oldin farzandingizni holatini bilishimiz kerak. Men o'zimning videolarimda, keyingi YouTube videolarda uy sharoitida qanaqa holatdagi bolaga qanaqa mashq qildirgan yaxshi, shu borada mashg'ulotlar o'rgataman. Undan oldin menga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Bitta videoga like bosib qo'ying. Qarang, oldin farzandingizni bilib olishimiz kerak, qanaqa holatdaligini. Agar farzandingiz 1 yosh bo'lsa ham, hali bo'ynini tutmagan bo'lsa, birinchi o'rinda qiladigan mashg'ulotimiz bo'ynini tutish uchun bo'ladi. Agar farzandingiz hali ham o'tirmayotgan bo'lsa, o'zi mustaqil 1,5 yosh bo'ldi, 1 yosh bo'ldi yoki 8 oylik bo'ldi, o'tirmayotgan bo'lsa, birinchi o'rinda o'tirishga mashg'ulot qildirishingiz kerak. Nimaga? Agar o'tirmayotgan, emelamayotgan bo'lsa, faqat yurg'izishga harakat qilursangiz, unda farzandingiz yurishga qiynaladi. Chunki hali o'zi mustaqil o'rnidan turishni bilmaydi. Ilk tursa ham qiynaladi. Muvozanatini usholmaydi. Oldin shu narsalarni o'rgatish kerak. Birinchi bola bo'ynini tutadi, keyin oyoqlariga qo'liga tiraladi, keyin oldinda surilib, o'tirib, emelab, keyin bola sekin o'zi mustaqil o'rnidan turishni boshlaydi. Keyin sekin yuradi. YouTube'ga shuni maqsad qildimki, uy sharoitida DTSP farzandi bor, hali ham yurolmayotgan farzandi bor ota-onalar uchun video tayyorlashga. Hali to'g'risi bunaqa hech kim qilmagan. Men sizga полный uy sharoitida qanaqa mashg'ulot qildirsa, qanaqa bolalarga foydasi beradi. DTSP bolalarga har kuni mashg'ulot qildiradigan bo'lsangiz, 150% rezultat zo'r bo'ladi. Shu haqida videolar qo'yib boraman. Faqat meni kuzatishda davom eting. Podpiskamni like bossangiz esdan chiqarmassiz. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha, hozir sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi haftaga yangi uy sharoitida bo'ynini tutmagan, o'tirmagan bolalar uchun mashg'ulot ko'rsatib beraman.